Praniklaringiz ustidagi glazur qotib chiqmayaptimi? Glazur aniq qotadigan zo'r retsept topib qo'ydim sizga. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa qilib tayyorlashni o'rgataman. Shunaqa yumshoqqina mazali shokoladni pryanik tayyorlaymiz bugun. Qatiq yoki kefirga chayni soda solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxumni chaqib, oqini glazur uchun olib qo'yamiz. Sarig'ini qatig'i ustiga solamiz. Keyin shakar, asal, o'simlik yog'i, xona haroratida erigan sariyog' va kakaoni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu pryanikning ta'mi pachkali slavyanskiy pryanikini bilasizmi? Xuddi o'sha pryanikning mazasiga o'xshar ekan. Keyin ustidan un solib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir qo'lga yopishadigan juda ham yumshoq bo'ladi. Ortiqcha un umuman qo'shmaymiz. Xamirni yaxshilab mushlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, xamir barmoqlarimga yopishyapti. Uni sekin videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib olamiz. Pryanikimiz pishayotganda 2 barobar kattalashadi. Shunga qarab pryanikimizni katta-kichikligini belgilaymiz. Pergament solingan listga terib olamiz. Duxovkani oldindan 160 gradusda qizdirib olamiz. Xohlasangiz orasiga xohlagan nachinkangizni solishingiz mumkin. Mana pryaniklarimiz pishib chiqdi. Iloji bo'lsa, pryaniklar pishishiga glazurimizni tayyorlab olamiz. Tuxum oqiga shakar upasini qo'shib, mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Glazur oppoq bo'lib, quyuqroq holatga kelib qoladi. Pryaniklar pishganda glazurni o'zingizga qulay variantda ustiga surib olamiz. Issiq pryanikka glazur surganingizda u darrov qotishni boshlaydi. Uni yana alohida duxovkaga solib quritish shart emas ekan. Qadrli kuzatuvchilar, agar pryanikni retsepti bo'yicha to'liq amal qilib tayyorlasangiz, sizda ham albatta o'xshaydi. Mana bu pryaniklarni birinchi tayyorlashim edi. Ayniqsa glazurni qotirish usuli menga juda ham yoqdi. 1 soat bo'lmasdan glazurli уже to'liq qotib bo'lgan edi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Obuna bo'lib qo'ying. Meni kanalimda juda ham ko'p mazali, kamxarj va unutilgan retseptlar bor. Keyingi retseptni o'tkazib yubormang.